Bugun sizlarga juda ham mazali chiqadigan chuchvara sho'rva retseptini o'rgatamiz. Birinchi bo'lib xamirini tayyorlab olamiz. Idishga 2 ta tuxum, 100 ml yog', 150 g suv va 10 g tuz solib yaxshilab aralashtirib, o'rtacha qattiqlikda xamir bo'lguncha un solib tindirishga olib qo'yamiz. Nachinkasi uchun lahm go'sht va piyozni chopper yoki misarovkadan chiqarib olamiz. Tabga ko'ra tuz, qora murch, zira va ozgina rolton pripravasidan sovuramiz. Tingan xamirimizni oldin qo'l yordamida mushlab dumaloq qilib ochib olib, o'qloq yordamida o'rtacha qalin yupqalikda yoyib olamiz. Eslatib o'taman, chuchvara xamiri juda ham yupqa bo'lib ketmasin. Xamirini bir xil to'rtburchakka kesilishi uchun gugurt qutichasining razmeridan foydalanib o'lchavasiga bo'ladi. Xamir ichiga nachinkasidan solib, chuchvaralar yasab olamiz va laganga shunaqa bir tekis qilib terib chiqamiz va ustini yopib muzxonaga qo'yib qo'yamiz toki sho'rvamiz tayyor bo'lguncha. Sho'rvasi uchun bir cho'mich yog'da piyoz, kartoshka, sabzi, 2 xil bolgarskiy pomidor, xohishga ko'ra tomat pasta solib yaxshilab qovuramiz. Suyuq ovqatingiz tez qaynab chiqishi va shirali tezroq bo'lishi uchun qaynagan suv solishni tavsiya qilaman. Sho'rvasiga ham tabga ko'ra tuz, qora murch solib yarim soat qaynatamiz va chuchvaralarni solib pishiramiz. Chuchvaralar pishganini sho'rvaning ustiga shunaqa ko'tarilib chiqqandan bilvasanglar bo'ladi. Sho'rvasiga ukrop va kashmishda ozgina mayda to'g'rab olamiz. Kosalarga suzib, xohishga ko'ra qatiq, qora murch va yana ko'katli solib dasturxonga tortiq qilamiz. Dunyodagi eng mazali o'sha bujolarimiz tayyorlab berishadigan chuchvara sho'rvamiz tayyor. Kommentariyada siz chuchvara xamirini qanaqa qilishingizni yozib keting va bu retseptni do'stlaringiz bilan ham bo'lishing.